Tarmoqda anchadan beri kuzataman uzuv haqida. Ko'pgina suhbatlar bo'ladi, ya'ni ko'p elektriklar o'rtasida bo'ladi bu. Kimdir aytadi, zazemleniya bilan uzuv ishlaydi deydi, zazemleniyasiz ishlamaydi deydi. Boshqasi aytadiki, ishlayveradi deydi. Xullas, ishlaydi, ishlamaydi va hokazo. Sizlarga oddiy, sodda qilib tushuntirib bermoqchiman. Uzuvning vazifasi, ya'ni tok faqatgina tashqariga oqqanda, ya'ni o'zimizdan sodda tilda qilib aytganda, uni korpusiga tok chiqib ketganda, insonga urush xavfi bo'lgandagina uzuv himoya qilib beradi. Endi zazemleniyani birinchi holatda olamiz. Unda nima bo'lyapti? Zazemleniyaga to'g'ridan to'g'ri ulangan tok massa korpusga o'tishi bilan to'g'ridan to'g'ri yerga oqishi boshlaydi, avtomat shartta tashiydi. Tegishli shart emas. Ikkinchisi, u massada yig'ilib turadi, ya'ni korpusda tok yig'ilib turadi. Sizlar toki kelib ushlamaguninglarcha. Chunki kirayotgan mashina desak, uni tagida oyoqlari rezinkaligida. O'sha deylar sizlar orqali tok shartta oqishni boshladi. Sizlardan tok oqib o'tayotganda uzuv ishlaydi. Lekin sizlarni qisqa muddatga bo'lsa ham tok uradi. Ya'ni ay deysizlar. Soddalashtiramiz. Zazemleniya bo'lsa o'zi o'chadi. Zazemleniya bo'lmasa ay o'zi o'chadi. Zazemleniya bo'lsa to'liq himoya qiladi. Zazemleniya bo'lmasa qisman himoya qiladi. Agar suhbatim sizlarga tushuntirishim manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosinglar va obuna bo'lib qo'yinglar. Oldinda yana ham qiziqarli suhbatlarimiz bor. Hayotinglar yorug' bo'lsin.